Nol arlık yirak musablık terbiyeleş sınıfı tekşilikte laylaş, torbet yasaş, film kiriştiriş ve ündidarda bazar etiş qatarlıq kesiplerini tor arqılıq ögütüdü. Siz uyunuz yoki xizmat o'rningizda turibmi bemalol o'rganolasiz. O'rganmaydigan yana bahoningiz bormi? Tizimlatish telefoni 0991 230 1105. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar, shundaqla bizni izchil qo'llab kelayotgan aziz qarindoshlar. Mana Shalloh musofirlarning Besib Shadmaniyu filmimiz mana bugun 10 sonini taqdish oldida turibdimiz. Shu munosabatda bizni izchil qo'llab kelayotgan barliq do'stlarimizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla bugun 10 sonimizda Shadmaniyu uchun qon tarini oqqizgan barliq qarindoshlarimizni sizlarga tunishtirib o'tmoqchimiz. Oldi bilan tunishtirdig'imiz Merkez Ağlık Radyo Stansiyası İqtisat Munbiri Programı'nın riyasatçısı şundaqla Jungo Nazar Programı'nın direktörü Mahliya İbrahim. Mahliya İbrahim adette şunda kemsiz. Fakat cık yapılmaydı. Şunun için bu kız anladım hem yapılıştı. Bu ne özel deyim olmasa. Mahliya İbrahim şu Şadmaniyu filmimizde izcilmiş şu pilallaş, onun için iqtisatlarını hesaplaş, onun için tutmak. Onunki muavin rejissörlük, onunki muavin direktörlük qatarlıq müşdə şallıq vəzifələrini ötər. Shadmaniyu filminin 10-cu qismiga, 10-nişiga nurg'ulg'an asos solgan, kuch chiqargan aziz qarindoshimizdir. Rahmat men tarafligingizga. Men bu yerga gapni chiqqanman, ya'ni kam so'z bo'lgandan keyin men mushu Shadmaniyu filmini yaxshi ko'rayotgan do'stlarimizdan yana davomli mushu qizg'inliklarimizni qo'llab, keyingi qismdagi Shadmaniyuni hozirgidek yaxshi ko'rishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Shu munosabatda men Mahliya İbrahimni shu do'stlarimizni tunishtirishga taklif qilaman. Mahliya İbrahim, marhamat. Bo'ldi. Unda bo'lsa biz endi vaqtimizning shu bizning Shadmaniyudagi ayol bosh personaj bo'lgan Shaydaga yurgizaylik. Shayda. Asl şey bu qizga qabul Şeyda bizning Shadmaniyu filmidagi ayol bosh personaj bo'lib bilan hamda nurg'un pintozlarni yaxshi ko'rishga erishdik. Mana bugünkidek bo'lsa sap seriq bo'lsa, masalan arsidek bo'lib ketish uchun. Sop yandek bo'lib ketish uchun nurg'un asoslansaga Shaydaga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shayda siz shu Shadmaniyu uchun Shadmaniyu deb shey familiyalar o'tibsizlar. Mush munosabatda Shadmaniyu uchun jafoliq izlanib bosqiningizga ko'p rahmatimizni bildiramiz.
Mahvuzum şu bardak dostlarımızga deydigan yürek sözünüz bir anlap bakkan bolsak. Cho'qim bir deydigan gapimiz bor. Bor. Cho'qim bir tek ketgan. Bir tal bolmasa ikki tal bormiki? Aycan insan bular. Oldu bilan bizni qo'llagan barliq ko'rmalarga rahmat aytamiz. Bundan keyin davomli qo'llab turishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Bundan keyin meni qanday fikr bo'lsa, samimiy fikrlarni bersanglar deb o'ylayman. Undan keyin ilk gapim nima edi? Da. Yana düşünüp kaldı qolimiz. Ondan keyin bizning bu Shadmaniya gruppasi shundoq bir ko'ngillik bir oila. Faqat hammamiz faqat xizmat munosabati bilan cheklanib qolgan. Shunga men bilan iliq erbos biosini qilishdan Ha, münasip yok. Onlar bilvasanlar deb o'ylayman. Jamshida bo'lsa yaxshi bo'ldi deb tushunaman. Hakikaten bu gördüğün nurgun şu işkeleniki fintozları bu işkisini rol ilişkilerindeki birbirine masaj çatlı qarab bu işkisi burcu okşaydı dep qalgan falan aytgan. Onda emas. Emet ulan emas. Çok işkiz. Birisi seri qara, birisi qora. Şu an Davsa, devam minutlarımız tanıştırdığımız yani bir baş personaj. yeni bir baş personajımız, yeni bir baş personaj. Yasıncan. Oy, Oy Yasincan. Nima ish qilasiz? Dumma chiroq yondirib qo'yibdi, qochib qolganda deb yondirganda. Oy. Shadmaniyu filmimiz mana sizning kuchingiz bilan shaydaning kuchi bilan 10-qism ulashdi. Size. Hoş bulduk size. O Beklam, Şadıman. Hem bu Şadmaniyu filminin isminden tadı özünüzle aylab qo'yib ketgansiz Şadmaniyu deb. Davosum şu Şadmaniyu filmini ishlab mana bugungi kunga nurg'ulg'an ko'rmalarimizni to'rdashlarni yoqtirishiga yuqori bahosiga erishdi. Shu munosabatda barcha to'rdashlarimizga deydigan qanday yurak so'zimiz bor. Albatta bo'ldi. Oldin Allohga ko'pdan ko'p rahmat bizni qo'llab-quvvatlaganlarga. Chinroq. Ondan bizniki do'stlarniki o'rtaq bir maqsadimiz bor. U bo'lsa-mu xushalliqni sizlar bilan tang bahramand bo'lish. Agar bizning tirishchiligimiz sizga haqiqatan shu xushalliqni ato qila olgan bo'lsa, u bizniki eng cho'ng baxtimiz, eng natijamiz. Rahmat sizlarga. Yasinda özünüze gap qilgan deb yasan bu qaldi. Yasin odatda intan bilim puraydi. Teşekkür. Bunu bilam Yasinning naqadar odatda kitobni jiq o'qiydiganligi, Bilim puraydiganligi. Men bir ikki cho'chaklarni intan bisib o'qiydiganligini tushunib yetalaymiz. Yasinjon endi shu o'zim shu 5 ishchimga o'xshagan bo'lsa-mu, shu yaqinda yo'ldoshlarning yoqtirishiga erishib shu xuddi yaltirab birlik nurli cho'lpon yulduzga o'xshash chaqnadi. Shu munosabatda Yasinjonni biz qor cho'lpon yulduz belgisi bilan bir mukofotlash arzuyimiz bor-da. Shuning uchun ammo e'lonlar toza yaxshi emas. Kerakmanda so'rab qo'yib sizni keyincha 20 insonlar borgan mukofotlash. Xudo siz chirqingiz o'xshaydi. Qadrli do'stlar, tövanda tanishtirganimiz Bilishim yo'q. Tövanda tanishtirganimiz shu bizning guruhdagi intan sumbul chashli, kelishgan, mardona. Yeni bir alaydılıki. Təftişlərə xas olan salatlığa olan. O yaxın tanıştırıldı. Şundan ki, keçən yeni-yenilikimiz var dedim ki. Sumbul chashli, mardona. Dəslik. Qo'shma qaşli. Undan keyin bizning shu Shadmaniyu guruhimizniki birdan bir eng munavvar shopiri bo'lgan do'stimiz Qaysarjonni tanishtirdik. Qaysar. Saqalamizmi? Qaysarjon aslida bizning bobiy mahsulotlarini ishlatadi. Buning unumini 20 ming so'm olganini ko'rsizlar. Qaysarjon qanday ahvolingiz yaxshimisiz? Shadmaniyu filmi orqali do'stlar bilan yuz ko'rishdingiz. Mana bugun 10 inson ishlatimiz. Shu munosabatda barliq to'rdoshlarimizga o'zingizning salomini, tilaklarini yetkazib olgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli pintozlar. Endi bizning Shadmaniyu filmimizni yoqtirib ko'rganinglarga rahmat. Bundan keyin texnik tirishimiz, texniklarning yoqtiradigan mazmunlarni chiqaramiz. Qaysarjon odamni chekitdan topqan olmaydi. Hamiz peşilar bunu tugaydi. Daha sonra Qaysarjon bundan keyin san'at hayotimizni yana bu nurun ishini, Shadmaniyu filmida bundan keyin izchil paydo bo'lishimizni barliq to'rdoshlar vakolatdan tilaymiz. San'at hayatınız nurlansın degan. O çok uzun. Nima bo'ldi ya? Endi shu yerda kirib nurlanib chiqarmiz. Bo'ldi, siz ishimizni qilaveramiz. Bundan keyin shu yambar qistirib qo'ygan yambar ish ekan. Ay, men qaytgan operator. Yambar qistirib qo'ygan bir muhim ish ekan. Bu nurg'ulg'an to'rdoshlar Yasinjon bilan Shaydaning shu kasbiy maktablarda o'qigan Aktyorlikda o'qigan deb o'ylaydi. Artistlarniki deb o'ylar ekan. Ular emas. Ish yo'q. Bu ishlarning kasbini tunishtirib qo'ysak, Yasinjon
Ameliyatda. Abdunum Raylık şu Tibbi Üniversiteti'nin Çıray güzelleştiriş. Çıray güzelleştiriş kasbida o'qib. bu kesin demoqlar bo'ldi. Nima uchun gaz o'qiyotgan o'zimni chiroyli tajriba ayol gaplar demaydi. Rahmat. Şu aş kasbini o'qib, şu maktab bitirish topshiriqqa o'zini tajriba qilish orqali shu uftining o'rniga boshqa bir tip ularni ishlatib qo'yib, oq rangini qora o'zgartirib olgan. Shu munosabatda Yasinjonniki buningki kasbiy hayotning mangu to'xtab Shadmani yuvdek mushtaq bir yaxshi kasb bilan shug'ullanib xalqimizga xushalik berishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Ham Yasinjonning yeniligi bu yoq bo'lsa, shu Chiqsam kasbimizga yaqinmi yaqin. Birisi doktor, yana birisi sestra. Yo'q, undaq emas. Ishkazan xizmat qiladigan o'rni, yo'q, undaq qilgan bo'lmaydi-ki. Endi bu bola tibbiy universitetda o'qib bitagani rost. Bu qizim endi shunday munosabatli bir ishlarda o'qigani rost. Biroq bu yoq doktorxonada ishligini bilan buxgalter. Buxgaltermas. Sen nutqi so'zdir. Tanışıp kela olasın, şey dersin dedi yani. Kız olan olmasa tanışmışsızlarga. Şeyde buxgalter mana bir buxgalterning shunday yaxshi bir rollarni olib xalqimizga intayin tabiiy bo'lgan personajlarni Gap berishi, obrazlarni haqiqatan oson emas. Oson emas. Fotoatga to'lashgan. Bo'lsa kamda. Men yo'q, haqimda emas. Unda bo'lsa, tövende tanıştırmoqchi bo'lganimiz o'zining bo'yi 1 metr 50 ga bormisimi? Avtobuschi yerim bilet oldigan bizlar bizning eng muhim qo'shimcha rollarning birisi. Xolmira. Abay degan taftish qiz shu. Yaxshilar. Xolmirani hech kim taftish yoki bo'lmasa aktyor demaydi. Mush turishidan shu pokelarda zibuzunni sotadigan qizlarga o'xshaydi. Xolmira undasi sizni bekket usta ham qotug'ini intan yiqimliq deb anglab deb tushirgan lekin mush yiqimliq chiroyingiz bilan yiqimliq tabassumlaringiz bilan anglovchilarga do'stlarimizga ko'rmanlarga bir salomingizni yetkazib olgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Sizlarni endi bundan keyin texmo shu Shadmanyoni qo'llab berishingizni chin ko'ngildan umid qilamiz. Rahmat. Ben yo'q, bu. Ben yo'q. Bularni qadingiz kichkina turishma. Kichkina bil o'ynab cho'ng o'g'an. Unda bo'lsa tövende tunishtirmoqchi o'g'limiz Ömercan operator. Bu Ömercan shu Shadmaniy filmining 10-qismiga ro'yobga kelish uchun eng ko'p 10-qism emas. eng ko'p jabhat tortgan, shundaqla eng ko'p dil azor yegan, maoshi eng to'van bo'lgan. Shundaq biz uchun intan qadrli bo'lgan do'stimiz Ömercan. Ömercan az ziyorat qilibsa qayerga qo'ydim? Ha, topdim. Video kopaylı. Mushta bo'lib qoldi. Melish baxandan bu balga operator komni ichidan biridan so'qsaq, o'ngishlik tutdi. Endi tövende tunishtirmoqchi bo'lganimiz. Endi bu kelganda men tanishtirgan ekan. Izchil shu Shadmaniy filmida bir xil yushurun sehriy kuch ato qilib kelayotgan. Hem de arkasiki qahramon bo'lib kelayotgan. Bu gerçi 1 metr chiqsimi, o'zi intayin bestik bo'lgan, hamisha o'zining direktorlarga xos muzey chaqini bilan yuradigan. Siz kimni tasavvur Ikram Media madaniyat tarqatish shirkatining bosh direktori. Hem do'stingiz. Mening uzun yillik 15 yillikmiki do'stim. Qahramon qiz. Amina Abdurahmon. Endi sizga bir narsa tushunsak bo'lar, rejissor o'zingizdan ham yer qoldiq deyapsiz bu so'zni. Meni turalaylik ekran chiqib. Operator ustam mana shu usturulam tatama ashqalardan chiqib qolamiz. Sen kesin avroq qizlar shu haytda. Rasmiy shu. Endi Aminaning yurak so'zini anglaymiz, ha? Kimlarning ko'ngliga azor berdimiz? Kimdan chaqirma, kimdan tomoq chaqirdimiz endi. Voy, unda qilma. Qattiqmabimiz. Ha. Nasıl Shadmaniy filmining 1-bölümü 10-qism bilan bo'lgan oxirlashdi. Bizni Çava ye çava. bizni izchil qo'llab kelayotgan barcha do'stlarga mishada ko'pdan ko'p rahmat deyman. Undan sir men bilan shu 10 qism filmni birga ishlab, mo'rga tilab, trap Jabbarliq kunlarni men bilan birga o'tkazgan mushu qarindoshlarimga, mushu yilda har vaqt meni qo'llab berayotgan, har vaqt ayg'irligimni ko'tarib
Her cihetde bana yardım kılan muş kıyırdaşlarga çin köngülden rahmet eydimen. Sizge bir rahmat. Ahırda bizim kılgan barlık qarindoshlar ko'p Hey, biraz unutup qaptı. O Şadmaniye bu unutsun hep tügümeydi çünkü. Yeni bana andı. Tövendem şu yazın bizni tomoq teklif qilmoqchi. Tamam, bana kaçalım.